O'rtoq, tormoz ishlamaydi-da. Mashinasiga qaramaydigan bola. Ha, o'tir, kalotga olib kelamiz. O'rtoq, tormozsiz yetib ola olamizmi? Ha, bemalol. Nobaloga langarim bor. Nima endi tushib qoldi o'rtoq? Ahamiyat qilmaydi. Hech bola tushgani yo'q, o'rtoq. To'xtab qarab ko'rsak bo'lardi-da. Aytdim senga to'xtaylik deb. Mana nomeri tushib qopti. Bo'pti, vahma qilma. Ha, buni yo'li bor. Qayerda kardon bor ekan, ha? Qale. Kardondan yasab qo'ydingmi? Gay to'xtatsa shtrapnoga tiqadi-ku. Sen yomon qo'rqoq bola ekansan. Bu holi mashina dokumenti yo'q. Dokumenti? O'rtoq, baloni chiqib ketdi. Ha, demak balon ikkita bo'lta qotmas ekandi. O'rtoq, dankirat chiqmayapti. Ha, onasini hepsi. Buni yo'l topaman qo'yur. Bu yoqqa avtobusga ketamiz. Nega? Men mana ko'rmayapsanmi? Qizil stiker bergan, zararli deb shaharga kirgizmaydi. Ha, qupla mashinani. Quplamaydi hamda. O'g'irlab ketsa-chi? Kalla varam, rulga cho'ganman. Ha, rulsiz qanaqa o'g'irlaydi? Voy bala. Menga qara, ha, men ustingga devokani qayerdan olding? Bu nima? O'rtoq, kalotkani puliga kim ovordimi? Va endi mashinani qanaqa to'xtatasan? Men senga aytdim-ku, langarim bor deb. Kechirasizlar. Bozori bo'risi Marat akani tanimaysizlarmi? Mana men ustozim deb bo'risi. Men Marat aka. Marat aka. Ey, jentram bor. 12 ming, 10 mingga berib yuboraman. Pul zarar. Kraskasi tozami? Top-toza. 10 mingga baraka sotib beraman. Bo'ldi. Aka, mashina yoqdimi? Yo'qdi. Nech pul do'st? Mashinaga 12 ming so'rayapman. Sizga 11 ga berib yuboraman. Kakras 11 ming pulim bor edi. Barakasini. Qo'rdingiz ustoz. Hormaylar. Bozori bo'rilari mashina sotildimi? Boboy, sotildi. Mana sizniki 10 ming. Bizaniki mingsin. Barakasini bersin. To'xta. Mashina tozamidi o'zi? Toza edi. Faqat ikkita eshigi toza edi. Nima? Nima? Dumalab ketgan jentri. Narxini ish pul ekan. 5 ming. Ushab turib hozir boraman. O'g'il, Haji. ozgina pul yig'ib qo'ydim. Hunaringizni o'rgating. Mashina purish bo'lmoqchimisiz? Ha, bo'pti. Pulni cho'cha hisob qo'y. Ishchi, birinchi. Qachon mashina olishdan boshlaymiz? Baraka. Mana mashinani oldik. Endi bularni ustalarga berib, katta bolalarga tayinlaymiz. Anajiya, mashina ham tayyor bo'ldi. 5 mingga oldik, 3 ming rasxod qildik. Jami 8 mingga turdi. Shirin joyga keldik. Sotamiz. Ya, ana, go'sht ham keldi. Sotiladigan mashina shumi? Keling do'stim, mana qora bayir. Mashina masla. Kraskasi top toza. 7 ming yurgan. Men sodalashmayman. 13 mingga berib yuboraman. Tog'a, mashina yaxshi ekan-u. Begona bo'lmasin, o'zim olib qo'yay. Bor aralashma. Do'stim, fransuzlarni bir gapi bor. Jentira haydamagan erkak dunyo lazzatlarini tortmabdi. Salonlarini qarang. Malibu rul, Malibu bar, video registrator. Barakami? Roziman. Mashina sotildi. Tog'a, o'zim oldim. Baraka. Endi chichivording. Qo'rqmayman, men qo'ssiz. Ko'chamga palsiski bardir qildiryapman. Mashinalar ezvordi, bolalarim o'ynash uchun. Mahallamizda bolalar maydonchasi bor-ku, shu yoqqa chiqib o'ynasa ham xavfsiz. Bu qilayotganingiz qonunga ham xilof. Ma'muriy javobgarlik 147-moddasida ko'rsatilgan. Men Anvar boyman. Xohlaganimni qilaman. 10 santimetr balandroq uylaring. Sanmisan hali? Mahalla gruppasi qaniydi? Mana. Hurmatli mahalladoshlar, Anvarboy uyni oldidan o'z boshimchalik bilan bardiyor qurdiryapti. Hamma mashina haydaydiganlar diqqatiga. Uyni olib o'tganda signallarni chalib papillatib o'tinglar. Ha, Absattor, sen kamas haydaysan. Anu, ba'zi shuni signaling bor, o'shani chalib papillatib o'tgin. Bunga yo'lovchilarga qanaqa ozor berishi bir ko'rsatib qo'yaylik. Bo'ldi, chalurma, bustashonmi? Ay yasha. Ana endi
har birinchi so'da 300 dollardan arenda pul olib kelasan. Menga qara, ko'tib borib qoldi, ichim ketib qoldi. Kechiringman degan gaping qilmang. Birinchi esingdan chiqmasin. Zo'r ekan. Nechi pul aka? 500 ming. Yo'qda, shuni urib bering. Shuni olishing shartmi? 500 ming oldiga 150 ming qo'shsang, ha 50 dollar bo'ladi. Birinchi ham yaqin, arenda to'lashing kerak. Lavash nechi pul sizlarda? 35 ming. Ikkita lavash, bitta kola bering. Hop. Lavash yeyishing shartmi? Anta ikkita gumma yesang ham qorning to'yadi. Pul yig'ishing kerak. Birinchi ham kelib qo'yapti. Arenda to'lashing kerak. Lahm go'shti nechi pul? 130 ming. 2 kilo tortib bering. Hop. Senga go'sht kim qo'yibdi? Tuxum yesang ham kuning o'tadi. Birinchiga 10 kun qoldi. Arenda to'lashing kerak. Mana 300 dollar. Orqamdan yuraver, yegani ham, ichgani ham bermadingiz. Ay yasha. Mashina qilmasam to'lamaysan. Mashina gaplaringizda yuragim siqilib ketdi bori. Okey, mana 2 milli sigaret berib yuboring. To'xta. Ha shuni chakishing shartmi? Bir oydan keyin bir ich keladi. Nima qilyapsan? Sadaqa bermoqchiman. Bularga baliq bilsa o'rganib qoladi. Bularga balig'i tutishni o'rgatish kerak. Qanaqa qilib? Hozir qarab turing. Ana endi o'zini biznesini boshlaydi. So'rish qiling o'rtoq. Ketdik. Litsenziya suv sotasiz. Usha buni. O'tir. Meniki emas, shu anulaniki. Sizga 40 ta aklashib, idorada gaplashamiz. 100 ming beraman, qo'yib yuborlaring. Jamoat sinfdosh ketdi choyxonaga. Hozir. Nonni uzadi. Shoh ketdi choyxonaga. Hozir. Qolganini erta olib qo'yaman. Hey! Ey, yersizlar ishingni, ketdi choyxonaga. Bo'ldi o'rtoq. Sinfdoshlar mana maktabni ham bitirdik. Bu birinchi choyxonamiz. Endi har oy 20 yig'ilamiz. Qo'lni osh tayyor, siz uraymi? O'rtoq Abbos kelyapti hozir. Okey, 20 aytlangan suzuk ovqatni bola birgalashingmiz. Jamol nima yeyman choyxonaga? Chaqir, sen nimaga bunaqa ovqat qilding? Nimaga go'sht kam? Nimaga gazli suv olding? Nimaga menga so'kamading deydi? Chopildi qarochi. Milos chaqiryapsan. Choyxonaga tup-tup kelib turdi. Aytgan joyimizga boryapti. Yo'qmaydi. Ha nimaga? Bilmayman nimagadir cho'qmaydi-da, jinim suymaydi. Chopildi. Okalar osh tayyor, siz uraymi? Okey, 20 minutdan keyin sizning Abbos sindoshimiz kelyapti. Okey, suzuring. Nimaga? Nuqul kelish kerak. Qosi yetdi endi. Bu ham oxirgi choyxonaga kelish uni. Chopildi. Ola 5500 suv ichiydi. Rostdan ham qo'shan tikka chiqib ketdi. Bersan ham 5000. Bu shoh cho'nchagida bir simpiri yo'q, lekin iPhone tutadi. So'm yo'q-da. Ha, beraman, maydalar beraman. Bizlarning ishlarini ichmayman men. Qoch yo'q. Ke, senga ham yarim to'qib bera qoling. Buni ham sizda. O'chqa olmabsan-da. Niyat qilma. Kelinglar, nimaysizlar? Aka, menga 10 minglik xudokdan. Menga bankda katta lavash. Puling bormi o'zi? To'laverasiz. Menga qara, necha yoshinggacha boqishim kerak. Seni qorningga qara, ho'kiz. 40 yoshimgacha. Bitta free ham qo'shib yuboring. Tayyor bo'lguncha chakib turaman. Sigaret bitta edi. Jonga tegdi mana shu darmiy. Erta tug'layapsizmi? O, bitta boqinglar. Davay. Keldingmi? Tala. Uxlayapsizmi bilan? Nima bu? Tekin bo'lsa, lo'm uydasan-a? Yurib ket. Tekinmish. Tekin tomon, tanni tozala. Kechira stov bormi? Ha, bor. Tortib bering. Bir kiloyi 183 gram bo'ldi. Sal kattarog'i yo'qmi? Hozir. Vay, bitta qopdi o'zi. Hozirmi jo'g'ini yediraman hozir. 1 kiloyi 484 gramlik bo'ldi. Ay, yaxshi, ikkalasini bering unda. Men sizdan opadizga chaqirgan edim. 5 metr bu yoqqa to'xtab qo'yinma. Ko'p gapirmay shoshvolmang uyga. Tezroq haydang. Sizdan 22 ming bo'ldi.
Mana 20 ming. 2500 metr yurganim uchun. Pas. Voy, aka moshinani muzdiq tashashibdi-yu. Mol. Men dastavka chaqirganim yo'q. Tilla markazda necha pul bo'ldi? 100 ming. Hozir chiqaman. Musor qilib ketish shunaqa bo'ladi, beparosat. Bergan pulingga mo'yka qilaman. Mol. Tez chiqsin! Oyligingiz Mana xotinjon hammasi to'liq. mendan 7 yashirishni boshladingizmi? Nuqul shunaqa qilasan, sen yeta olaman unga. Ikkinchi marta mendan pul yashirmay tushundingizmi? Nafsing qursin. Voy, adasi yana jonimni saqlab qoldingiz. Esizdami, birinchi uchrashuvda ham jonimni saqlab qolgandingiz. Jonim. O'sha payt qaytib qolganda nima qilardingiz? O'sha paytga qaytib qolsammi? Aka tez yordamga telefon qilish kerak. Qanaqa tez yordam aka? Men guvohman-ku, bir beparosat molga o'xshab sizni yo'lingizga chiqib turibdi-ku. Aka, mashinangiz agar pachoq olgan bo'lsa, o'zim qilib beraman. Bitta bag'rimga bosib olgan. Voy, hisob bo'lsa. Aka, siz meni 5 yillik azobdan qutqarib qoldingiz. Aka, yuring choyxona o'zim sizga bitta zo'r osh qilib beraman. Battar bo'l. Adasi, qo'shnimiz atir sotayotgan ekan, 100 ming so'm ekan, olib bering. Kallang joyda, ammo hech zamonda ham atri 100 mingga oladimi? O'zim senga 5 ming so'mga zo'r mushkamar olib kelib beraman. Ichida eng qimmati mana shu 200 ming so'm. Mashinangizga qo'ysangiz, ichiga chiqqan odam hushidan ketadi. Eng qimmatini olaman. Adasi, opam ko'ylak sotayotgan ekanlar. 500 ming qilib beraman dedilar, Turkiyaniki, olib bering. Yo, sen har oy ko'ylak olishing kerak. Bu yoq bilan ishing yo'q. O'zim mashinamni chexoli eskirib ketgan. Taqqanimga 1 oy bo'ldi. Yo'q pul. Chexoli jinnisi, nappa ko'ja, alikantar mashinangizga qo'ysangiz yonadi. Eng qimmati shu. Sizga 1 million 700 qilib beraman. Gap yo'q. Yo'qdi menga olaman. Adasi, mashinangizni mendan ko'p yaxshi ko'rasiz. Men pul so'rasam bermaysiz. Ammo mashinangizga bo'lsa qancha xarajat bo'lsa qilasiz. Mashinangizni mendan ko'p yaxshi ko'rasiz. Ahmoq xotin. Mana o'zing sen uylanganimga necha yil bo'ldi? 1 yil? Buni olganimga 4 yil bo'ldi. Bu meni birinchi xotinim bo'ladi. Xotin, bitta gap aytaymi? Qo'sh to'qvasa. Oydan quyonasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ada? Bu maslahatli ish chiqib qoldi. Xabar. Bu molxonadagi molni bittasini sotaylik. Nimaga? Ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Qimor yutqizaymi? Yo'q, ada qimor o'ynamayman-ku. Boshdan urib oldingmi? Yo'q, mashina urmadim, ada. Nima qilding, gapir? Yaxshi ko'rgan qizimga iPhone 15 olib bermoqchi edim. Qanaqa 15? iPhone 15. 5 bo'lmaydimi? 5 eski-yu, ada. Yengisi bor. Qani? Mana! Layla. iPhone'ni to'ydan keyin olib bersam bo'lmaydimi? Alo. Layla. Remontlarni ham yorib yuborishdi. Odamni shuncha pul qayerdan olgan ekan? Mana siz bergan 100 dollar shu 2 xonali dom oldi. Kuydirga senga 100 dollarga kim uy beradi? Otang, hozir xohish bo'lsa imkon topiladi. Siz bergan 100 ga borib iPhone oldim, variantga. Keyin uni og'animga 1000 dollarga sotdim. Rangi goldmidi? Ha-da. Yaxshi. Keyin u pulni oldim-da, O'rta Osiyo Qobil akaga borib, 1000 shapka berdim-da, arendaga Nexus olib bordim. Keyin Nexus oldim-da, Teshmas Zaporojga 10,000 dollarga sotib yubordim. Ishqilib dankirat bilan zapaska balonni olib qo'ydingmi? Ha, siz o'g'lingiz mana olib qoldim. 10,000 ni boshlanish to'riga shitir sanadim-da, 2 xonali domni 15 ga kreditga bosib yubordim. To'xta. Hamma narsani kreditga olsan. To'lamasang bilasan, sen nima qilishadi? Menga hech narsa qilishmaydi. Nimaga senga hech nima qilmaydi?
Hamma kredit sizni nomingizga olganman. Kechirasiz, Usmonov kim? Manman. Sizning nomingizga mebel olingan kreditga xatga qo'yinglar. Boshimga qo'y, boshimga.